Akalar sigir. Aka necha pul oldi sigir? 17 million bo'ldi. Bolasi bormi aka, svoymi? Yakka akalar mana 17 million bo'libdi. Assalomu alaykum ishqibozlari, chorva ishqibozlari, hayot o'zomlachilari. Aka necha pul bo'ldi mana shu buqamiz? 26 million bo'libdi. Obunachilar chiroyli buqa ekan. 26. Obunachilar bugun 18-mart 2025-yil hafta kuniga seshanba Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek mol bozoridan sizlarga ko'chat buqalar, yosh ko'chatlar aralashma qilib, xudo xolasa boqma buqalargacha ko'rsatib boramiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha videolarni o'tkazib olmaysizlar obunachilar. Yo'qsa like deb bosib turasizlar, ayamay keyin obuna bo'lmagan obuna bo'lishni unutmanglar. Narxlar chiroyli qilib yoritib beramiz qo'ldan kelgancha. Shep necha pul bo'ldi mana shu olamiz? 32 million bo'ldi akalar mana shu. 32 million. 32 million. Bularni shaxsan olib baylab ketmanglar. Ogoh bo'ling, insonlar. 32 million baraka bo'ldi. Necha pul bo'ldi aka mana shu yetimizga? O'pchi so'rayapti 15 milliondan. 15 milliondan o'sha savdo bo'lyapti. To'rttasi. Mana shu to'rttasiga 15 milliondan savdo bo'lyapti ekan. Ko'rsatib qo'y mana. Bo'ylari 1.5 avada plus minusida. Ha qayerdik aka? O'zimiz joydarim bu. Hammasi ham qirg'iznikimi? Aka Qirg'izstonniki o'tmayapti deyapti-ku buqalar. Bu olingan boqayotgan, uyda boqilayotgan. Beroni aka 16,5 bering. 1 2 3 to'roviga 15 milliondan savdo bo'libdi 60 millionga obunachilar. Shu buqalarimiz. Aka menda qilib turman shu ko'rsatib qo'ydim. Mana shu to'roviga. Akalar qo'ldan kelsa ko'rsatib boraveramiz. Bo'laylik. Obunachilar mana shu grifotdan, grifotimizga savdo necha pulga baraka bo'ldi? 22,5 ga baraka bo'libdi akalar, zo'r bo'libdi. Kallasi ham mana shu o'zimizning tuxum boshdan ekan. Hayot beyuz. Mana zo'r. Barakasini bersin akalar. Zo'r savdo bo'ldi. Grifotimiz 22 millionga savdo bo'ldi. Sizlar duolasi yaxshi buqalar chiqibdi inshaalloh. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraveraman. Buqalar udonlari chiqibdi. Mana obunachilar Angusmi, tozasimi yo chatishgan gibrid variantdan bor ekan. Buni 23 dan akalar, donasi 23 dan kam bor ekan mana shu. Gibrid variantda Angusni. Mana shu to'qol variant ekan, uning nari shoqi bor ekan. Savdosi qancha bo'ldi aka? 41 million bo'ldi. Chupiga 41 million savdo bo'ldi. 20,5 dan akalar. Onlayndan savdo qilaverasiz? Ha, qilaveramiz aka. Necha nomeringiz? 95 lik. 95 lik. 812 812 77 77 63 ga aloqa chiqinglar. 73 ga aloqa chiqinglar oxir akalar. Xo'sh, isadi. Bo'ldi, baraka qiling. O'sha ikkoviga savdo bo'lyapti. Bo'ldi, baraka qiling, xuddi. Xuddi shuni. Mana obunachilar mana shu ikkoviga 54 million savdo bo'lyapti, adashmasam. 55 million egasi deyapti. 54 million har dollar savdo qilyapti hozir akalar. Hozir pishib qo'la oz qoldi. Yo, amaliyaga shuncha gaplanamiz. Shunda hozir ikkilanayapti. U 1-200 ming so'm o'tib bermaydi. Oz qoldi dolasi. Yo, siz xo'p yoringda. 100 mingdan 200 ming tashlab Ha, beravering. Yo'q, xo'p deb oling. Yo, xo'p deb beravering ama. Aka. Oz qoldi akalar dolasi. Buni savdo bo'lyapti ana shu ikkoviga. Necha pul bo'ldi aka? 5 pul bo'ldi oqlar. 15 milliondan bo'ldi mana shu qo'ylarimiz. 15 milliondan savdo. Baraka bo'ldi ikkovi. Barakasi tugama cho'zilib ketdi akalar, xudo xolasa. Buqalar zo'rlari chiqibdi mana.
buqalarni. Ish ko'rsatib o'ryapti mashitlarni. Buqalar, qudalar chiqdi, obunachilar. Dahshat buqalar. Shunga deyapman-da. Nechi puldan ekan? Akalar bular kimdan ekan? 5,5 dan beryapti 7 oyiga. 7 oyga 25,5 dan beryapti. Dahshat. Akalar. O'zimiz Qirg'iziston barodarlar ekan ular. 25,5 dan beryapti 7 tasiga. O boshidan boshlanib shekilli. Yo, mana undanmi? Qaysidan qayerga beryapti aka? Mashindan boshlab mashinaga tortib. Mana undanmi? Uni oqdan, bel oqdan. Ashundan boshlab aka 1 2 3 4 5 6 7 ta ashungacha 25,5 dan savdo bo'lyapti. Islom aka. Zo'r. Dahshat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shazashiz. Obunachilar baraka bo'lganini olaveramiz. Necha pul bo'ldi sigir? 10 million 400 ming. Bosh. Bola adden ekan. 15 million bo'lib mana sigirimiz. Bozor gavjun. Obunachilar inshaalloh bozor gavjun. Aka oq boshga necha pul savdo bo'ldi? 23,5 aka. 23,5 savdo bo'ldi obunachilar. Ko'kimizga. Bosh. 5 yil bo'ldi aka. Qasinga savdo bo'lyapti-ku. Mashinaga savdo bo'lyapti shekilliga. Kelar mashinaga savdo bo'lyapti. Hozir bilamiz narxlarni. Xudo xolasa chiroyli boqilibdi inshaalloh. Konkret. Zo'r boqibdi-mi? Mana uni. 40 million 500. Maşallah. Zo'r boqib qo'yibdi. Savdosi bo'lyaptimi hozir? 10 kiloda. Ikkita savdo bo'lyapti. 10 kilosiga 40 million 500 bo'lyaptimi akalar? Sizga 40 million 500 ming savdo bo'lyapti. Zo'r bo'ptimi? Napar aka, yo'q, yo'q, qo'shing. Foydasi bo'lmaydi, hali bor. Qo'shing, bo'ldi, to'xtayman deyman. Bizning to'g'lanib olamiz. Bo'lmasa, atstavit deyman. Qo'shaverasiz. Atstavit. Qo'shing. Aka nechi pul deyapsiz o'zi? 45 milyon yaptı ki. 45 milyon. Nechi pul? 45 milyon yaptı. 45 milyon deyapsizlar, 40 milyon 500 ming savdo bo'lyapti. 45 milyon. 40 milyon 500 ming bo'lyapti. 40,5 million bo'lyapti. To'rog'ini yani to'rog'ini andamadi. Maşallah. Zo'r boqib qo'yibdi ama. Aka, grifotmi aka bu? Simentalmi? Simental ekan, obunachilar mana simentalni holati. Egasi 45 million savdo aytayapti. Savdosi hozir 40 million 500 ming savdo bo'lyapti hozircha. Baraka bo'lsa olamiz akalar, inshaalloh. Maşallah, boqqanga rahmat olma, zo'r bo'libdi. Simental mana. Go'zal. Mana unga ham savdo bo'lishyapti hozir. Aka, zot qanaqa buni? Bilmaysizmi? Hali yanaqalarga o'xshaydi ekanmi? Angusmi? Yo, ang. Necha pul savdo bo'lyapti aka hozir? 33 million savdo bo'lyapti hozir. Asha aka savdo qilyapti uni, ha? 33 million savdo bo'lib berishmayapti bunga akalar. Mana shu buqamizga. Asha. Baraka bo'lmadi mana simental ekasi 45 million savdo deyapti. Maşallah. Bu olsa baraka bo'lsa olamiz. İnşallah.
Mashinaga olib chiqing, mashinaga to'ladi. Güzel ekan, obunachilar. Uruqqa qo'ysa ham bo'laveradi. Qirq million 500 ming. Sotilmadi, oxiri sotilmadi. Oltmish birdan taroziga so'rayapti. 61 dan tarozi so'rayapti. Avli ko'l ekanda, ha? 61 dan savdo bo'lib, 61 dan taroziga 40 million savdo bo'libdi akalar mashinamizda. Mashalloh, zo'r sindiribdi. Orqa qismini ko'rsataylik. Yelini ko'ringlar. Zo'r sindiribdi, avli ko'l. Qirq millionga berilmabdi. Nech pul deyapsiz aka o'zi? 55 million deyapti. 55 million aytilishi. 55 million deyapti akalar bunda. Avli ko'limiz. Bozoringiz bersin aka, zo'r boqib qo'yibsizlarmi? Necha kilodan yedi aka? Ya, bunu to'shna bilmaymiz. Olgansizlar. Ha, uydan olingan. Foydasi kelsa bevoraverasizlar, foyda qilsa. Telefon nomeri aytaverasizmi aka? 99lik. 99lik 086 086 60 65. 60-65 ga aloqa chiqib olasizlar. Akalar, mabodo sotilmay qolsa, akada Ukalari ham bor. bormi bunda? Ukalari ham bor ekan. Mana obunachilar kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bezlobda bular. Qirimi mana shu olarni ko'ramiz, Xo'rozga chiqyapti. Kilosi aytilmaydimi? Hayronmiz biz ham. Necha kilo chiqdi aka? Sira ekan, necha kilo chiqdi? Aytmadim, siz yangi tushunmadi bekitib oldim. Ha, bo'ldi, sira ekan kilosi. Ha, Xo'rozga ham aka, Xo'rozga olib chiqasin. Xo'rozga emas. Ha. Greyfurtimizni shoxli variant akalar. Mana shoxli variant ham semirar ekan. Greyfurt. Bu ham sirmi Xo'rozga? Sira ekan bu ham akalar. O'g'lisi. Necha kilo chiqdi akalar? Mana sigirim 90 kilo chiqdi obunachilar. Endi qisirmi bu? Qisir ekan akalar. Buni ham ko'ramiz hozir. Hayot Beyuz. 265 kilo. Men beraman. Mana shu qisirimiz 365 kilo chiqdi akalar. Kanalingiz nomi nima? Hayot Beyuz. Aka necha pul bo'ldi mana shu savdosi akalar? Savdosi qancha bo'ldi? Molingizni qochirib olasizda yo'q? Sotildimi deyapti. Necha pul bo'ldi savdosi? 40 million savdo bo'lib mashina akalar, bermabdi 40 millionga. Mashinamizga 40 million savdo qilishdi, bermabdi. Necha puldan deyapsiz o'zi? 40 million deyapmiz, 33 ga bermadik. Ya 40 million deyapsizlar, 33 ga berib, 40 million savdo bo'ldi debman men. Mana akalar 40 million deyishyapti, 33 millionga savdo bo'libdi, bermabdi. Zo'r aka. 33 ga bo'lsa zo'r. Necha pul oldi? 33 millionga berilmabdi mana shu. Xo'rozga so'ramadimi? Greyfurtda aka bu, ha? Greyfurtmi? Mana akalar Greyfurtimiz. Polvonim.
Obunachilar buqalar rosa chiqqan inshaalloh. Boqmalarni ham ko'rsatib boramiz hozir. Boqma buqalarga o'tamiz sekin qo'ldan kelgancha. Boqma buqalarga o'tamiz inshaalloh. Akalar 21 milyon 700 ming egasi yerlar deyapti, oylar deyapti. 21 milyon 200 ming savdo bo'lyapti ekan bu. 700 mingga olaveringlar deyapti. Mana bu qochamiz mana inshaalloh. Bo'ylari taxminan 1.15 abag'ida. 22 savdo aytyapsiz. Narxi qancha? 22 milyon kami bor akalar. Savdosi qancha bo'ldi? 19 tepasida savdo bo'layotgan mana shu buqamizga. Bo'ylari 1.10 plus minus akalar. Vesi 200. Zo'r. Mana obunachilar buqalar rosa chiqibdi o'zi ham xudo xolasa. Hayitga yaqin boqmasi ham chiqibdi, boqilgani ham chiqibdi, rosa chiqibdi. Omon narx baland. Xudo xolasa. Mashina olinibdi, necha puldan sotildi mashina? 23.6 dan oldingiz aka, 11 tasini. Ko'rsatib qo'ydik akalar, 23.6 dan 23 milyon 600 dan olib mashina 11 tasi. Mashina akalar. Arzon bersangiz o'z nazmingizda o'zi arzon bersa arzon olasiz. 5-6 ta chiqib ketdi tashlab. Mana undan baqa qo'yapti aka. 4 donasi qoldi, xolos. Mana akalar, 4 tasi qo'yapti. 8 tasi ketib bo'ldi. 8 tasi chiqib ketibdi mana akalar. Mana motorovı ham bor aka, sotiladigan. 23 milyon 600 dan olinibdi. Va to'rov ham sotiladi. Necha pul endi bular? To'rov. Aka bana ikkoviga aka 47 milyon so'm jine kami bor. Mana ikkoviga 50 milyon so'm jine kami bor. 47 milyon so'm kam bor jupiga, mana unga 50 milyon kam bor jupiga. To'g'rimi akalar? Mana obunachilar oyog'ini ko'rib olaverasizlar. Nomer qoldiraveramiz aka. Qirg'izistonnikimi bu? Mana ikkovi qirg'iz aka, mana ikkovi Messi. Mana ikkovi Messi ekan, bu ikkovi Qirg'iziston ekan. Aytinchi aka nomerni 93lik. 93lik. 444 444 45 11. 45 11 ga aloqa chiqarasizlar akalar. Bo'ladi, sotilib ketgan taqdirda ham. Uzoqlik bo'lib payt bo'ladi aka. Bo'ldi akalar, aloqa chiqarasizlar, mana shu akada bo'lar ekan. 47 milyon kam bor, 50 milyon kam bor jupiga obunachilar. Bemalol aloqa chiqinglar. Bo'ldi aka. Ular sotildi, 23 milyon 600 dan sotildi mashina. Molat beraymi bo'lmasa mo ikkovini? Mol beraymi? Bozoringiz bersin aka. Xo'p aka. Sizga ko'rsatib boraveramiz akalar. Parvodalar chiqqan, Qirg'iziston parvodalar. Endi boqilyapti turgan, mana ushab turilganmi bular, boqilganmi bular? O'zi olib chiqamiz, sotyapti. Mana bu qolar. Bu simental shekliga mana u. Sotilmadimikin bu? 33 milyon, 45,5 milyon, 52,5 milyon. Sotildi. Mana mana ham sotilibdi. 33 milyon ketdi mana bu. O 33 milyon. 27 milyon. O 27 milyonga olinibdi akalar. O simental 33 milyonga olinibdi. Mashinamiz. Bunlar grifotlar chiqib qopti. 1 2 3 4 5 yosh bor ekan mana shu yerda hozircha. 5 yosh, mana yana bitta bor ekan. To'roni aka. To'roni 23 ta aka. 23 dan kam bor, savdosi qancha bo'ldi aka? Aka bilan gaplashing ekan bu. Mana mo shapka ekan. Ha. Shishki parki. Ulardan beri. Annasiga 22 ikizdan beri 22,5dan beri. Qaysilarga aka? Mana shu 5 o'gami? 22,5dan beri. Bak kattalari bor, ikkovi mon bilan bor. 23dan beri 23,5 beri. Shu bilan bor. Narxlar oshgan. Ko'tarilib ketdi. Narxlar oshgan obunachilar.
Go'shti ham tri vazmi 60 ming, 61 mingdan so'ralyapti. Triga. Danani olib turib. Akalar. Lan birinchisini nechi pul aka? Hoji aka. Akalar mana shu 15,5 ming berilmadi, mana shu qo'yamiz. Shvet ekan aka. Savdo bo'lyapti 15,5 ming. Bora ovozi yo'q. Şimdi savdo bo'lyapti 13 million. Siz savdo qilyapsizmi? Oldingizmi, ikkita oldingizmi? Bitta olganman ham. Ha, yana bitta olishingiz kerak. Nechi pul bo'ldi ot aka? 14 million olib tashdi to'yimiz. Ko'ramiz. Ko'chat buqalar so'rab o'tamiz, qo'ldan kelgan akalar. Shep nechi pul mashinangiz? 22 chekam. 22 chekam bor ekan akalar mana shu. 22 chekam bor ekan. Savdosi qancha bo'ldi? 18 3 kutdi mashinaga. Ana, bunashlar ko'chatlar ko'rsatib boraveramiz sekin qo'ldan kelgancha. Bu tepni aka. Juda sho'q ekan a. Nechi pul aka bular? Kami bor. 13,5 dan kam bor ekan mana shunday. Mana shular 13,5 dan kam bor. Shep nechi pul sizniki? 15 dan kam bor. 16 million kam bor ekan mana o'zimizga. Mana yosh ko'chatlar ham qimmat. Savdosi bo'lmadimi aka mana ularingizga? Savdo qilishmadimi? Yaxshi. Aka nechi pul savdo bo'ldimi silliqda? Tanasi ham zo'r ekan. 15,5 narx. Yo'q, tushmaysiz o'zingiz aka. Novosni olamiz xolos aka. Nechi pul qilishdi? 15 narx aytyapsiz. Yaxshi. Yumshoq teridan ekan, zo'r ekan. Savdo bo'ldimi akalar? Nechi pul? Boyaga moslashyapti-manda. Boyaga 22,5 ming savdo bo'ldi. 22,5 ming savdo bo'ldi. Akalar mana shu ikki bo'ldi. Savdo qilyapsizlarmi akalar? Oyoqlari ham ingichka emas, oyoqlari ham baquvvat ekan. Yo'q, sizlar olmayman, sizlar hayvonni olyapman. Men chiroyli ekan, sutga to'ygan ekan. Bolalari ham ikkovi bor. Nechi pul deyapsiz aka? 26 deyatdim ikkovi. 25,5 deyapman aka. 25,5 deyapti, kam bor ekan. Aka nechi pul berdingiz? Endi ko'ryapsizmi? Mana shu ikkoviga aka 25,5 kam bor deyapti. Bozoringiz bersin aka. Zo'r. Bo'ylari taxminan 1 dan plus minusigacha akalar. Ko'chat so'ragan akalarimizga mana. Aka zoti nima buni? O'zimiz jaydarimi? Yo'q, gibrid variantdan ekan. Gibrid. Qancha bo'ldi aka savdosi? Mana gibrid variantdan ekan, narxini bilamiz akalar. Chiroyli ekan. Nechi pul deyapsiz aka? 13 kam bor. 13 million kam bor ekan. 13 million kam bor ekan. Nechi pul deyapsiz? Jupiga nechi pul? 30 million kam bor. O'sha ikkoviga akalar. 30 million kam bor ekan.
Oğlum nima akalar bular? Savdomi? Endi savdo bo'layotgan. Qanchaga deyapsiz? Bilmayman, o egasi biladi-da. Nechi pul? 10 milliondan kam bor. 10 milliondan kam bor. Shu Ramazon oyiga qilgan xayr ehsoningizdan Allohdan 10 milliondan kam bor. Ne qiladi kelib bilan? Ne qiladi? Bormi yo'qmi mana? Bormi ekan? Aka ham qiziq chiqqan. Qolganlarigacha aka 9 dan kam bor. Bular ham sizniki? 11 dan kam bor. Narx oshib ketmaydi. Chiroyli buqalar teryapsiz aka? Ha, mana vaqti ham. Mashina ham oling shvet ekan. Har xil ekan. To'qqizdan kam bor, nariyat 3 tasi 11 dan kam bor, ular kattalar 10 dan kam bor ekan. Mana aka 3 tasini tanlab oldi, savdo qilishadi. Ko'ramiz, olinsin. Obunachilar sog' bo'lasa, salomat bo'lasa, Xudo xolasa, padeshkada bo'lib turasiz inshaalloh. Undan keyin ham inshaalloh yo'llar chiroyli qilib video olib turamiz. Lak ayamanglar, lak tekin mutlaqo. Mana ko'chatlar chiqardik, qo'ldan-gacha narxlarni aniqladik. Yoritdik. 8,5 dan savdo qilyapti. 8,5 milliondan savdo qilyapti.